Xizili. Nima bo'lyapti? Sen ham erkakmisan? Tushuntirasanmi, urib tashlayapsan meni? Hozir. Tushuntirasanmi? Qistir. Alo. Assalomu alaykum. Ichki ishga tushdimi? Ismim Abdurahmon. Ha, bitta odam bor. G'irt iflos odam. Olib ketish kerak. Har kun ichib keladi. Xotinini uradi. Bolalariga kun bermaydi. Ha, endi ichib keladigan alkashda. Hech bo'lmasa 15 sutka beraylik shu odamga. Bunaqalarni yashashga haqqi yo'q u jamiyatda. O nima deyapsan? Olmazor rayon Qamarinsoy ko'chasiga kelinglar. Ha, Xizili, tegib ketdimi? Ada. Mana qanaqa odamsiz o'zi? Sizda sizdan tinchlik bormi? Esimni tanimay-ku ichib kelasiz. Onamni urasiz, bolalarimni xo'rlaysiz. Mahallada bilasizmi nima deyshadi? Mahallada alkashchi bolasi kelyapti deydi. Yana bir marta uyga chiqib kelsangiz, men sizni qamatib yuboraman. Ishoning, menga qamatib yuboraman. Men hozir bolalar bilan dachaga ketyapman. Ungacha qisib o'tiring. Alkash. Bu otang ahmoq bo'lsa boylab boq deyishga. Xor qilishga haqqing yo'q. Ha, aytgancha. Olib ketishga kelishyapti, berib yubor. Yo'q, olib qol.